Zarfboy Ibodullayev hayotiga chizgilar. Zarfboy Ibodullayev Toshkent davlat tibbiyot universiteti nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori, Fransiya Oliy psixomotor reabilitatsiya instituti faxriy professori. Zarfboy Ibodullayev 1965-yili 19-yanvarda Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida o'qituvchi oilasida tavallud topgan. Zarfboy Ibodullayevning otasi maktabda til va adabiyot o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Onasi o'sha maktabda farrosh bo'lgan. Uyimiz liq to'la kitob edi. Otam juda ko'p gazeta va jurnallarga obuna bo'lganlar. Uyimizdagi kutubxona shu qadar katta ediki, menimcha bu kitoblar ikkita maktab kutubxonasini to'ldirib yuborardi, deb eslaydi Zarfboy Ibodullayev maktab davrini. Pochtalyonning kitob to'la xaltasi bizning uyda bo'shab qolardi. Rajabboy muallim bor ekan, men ishsiz qolmayman, der edi pochtalyon. Onam uyimizni juda ozoda va saranjom sarishta tutardilar. Bizning oilamiz juda katta bo'lishiga qaramasdan, hamma yoq toza turardi. Hammamiz bu ishda oyimga qarashardik. Yerning yuzini ochsang, Alloh sening yuzingni ochadi, deyishni xush ko'rardilar. Zarfboy Ibodullayev 1982-yili o'rta maktabni a'lo baholarga tugatib, Toshkent davlat tibbiyot institutining davolash fakultetiga o'qishga kiradi. Institutda o'qish davrida Zarfboy Ibodullayev 5-bosqichgacha bo'lgan davrda barcha o'g'il bolalar singari xirurg bo'lishni orzu qilgan. Hatto Moskvadan Kniga pochta xizmati orqali xirurgiyadan ko'p jildli kitoblar to'plamini oldirgan. Zhukovskiy ko'chasida mo'jazgina tibbiy kitoblar do'koni bor edi. Har juma kuni yangi kitoblar sotuvga olib chiqilardi. O'sha kuni ushbu do'konni Toshmi talabalari bosib ketardi. Talashib, tortishib kitob sotib olardik. Men 6 yil o'qish mobaynida sotib olgan kitoblarimning son-sanog'i yo'q edi. Deyarli tibbiyotning hamma sohasiga oid kitoblarim bor edi, deb eslaydi Zarfboy Ibodullayev. Talabalik davrida bo'lib o'tgan ikkita voqea Zarfboyga nevrologiya fanini tanlashga turtki bo'lgan. Biri akademik Nabi Majidovning insult haqidagi ma'ruzasi bo'lsa, ikkinchisi kuchli bosh og'riqdan aziyat chekkan va bosh miya o'smasi deb gumon qilingan Shonazar ismli qarindoshini davolagani bo'lgan. Bu davrda Zarfboy Ibodullayev 5-bosqichda o'qirdi. Ha, adashmadingiz. U talabalik paytida kuchli bosh og'riqdan aziyat chekkan va bosh miya o'smasi bor deb gumon qilingan bemorni butunlay davolagan. Hozirda bu inson soppa-sog'. 1988-yili davolash ishi yo'nalishi bo'yicha Toshmiyni tugatgan Zarfboy Ibodullayev akademik Nabi Majidov tavsiyasiga ko'ra asab kasalliklari kafedrasida yosh kadr sifatida qoldiriladi. 1989-yili, ya'ni 24 yoshida Zarfboy Ibodullayev asab kasalliklari kafedrasi qoshida ochilgan neyrofiziologiya laboratoriyasiga mudir etib tayinlanadi. Bu lavozimga uni professor Maqsud Mahmudovich Asadullayev tavsiya etadi. Ushbu laboratoriya yosh mutaxassisning ilmiy salohiyatini yanada oshirdi. U 5 va 6-kursda o'qib yurgan paytidayoq talabalar ilmiy jamiyatiga qatnashib, bosh miyani tekshiruvchi uskunalarda ishlashni o'zlashtirib olgan edi. Ha, u institutni tugatgan paytidayoq elektroensefalografiya va rayonensefalografiyani bosh miya kasalliklarida o'zi mustaqil o'tkaza olardi va xulosa ham chiqara olardi. Zarfboy Ibodullayev 1989-1991-yillari ilmiy laboratoriyada mudir bo'lib ishlash davrida matematik Ahmad Vohidov bilan birgalikda koma holatida yotgan bemorlarga tashxis qo'yishning matematik modelini ishlab chiqadi. Zarfboy 14 ta komaning barcha klinik belgilarini ishonarli darajaga qarab raqamlashtirib chiqadi. Matematik Ahmad Vohidov esa matematik modelini yaratib beradi. Hozirgi zamon tili bilan aytganda yosh olimlar ishlab chiqqan metod sun'iy intellekt yordamida klinik tashxis qo'yishning o'zginasi edi.
Zarfboy hushsiz holatlarda raqamlashtirilgan tashxis qo'yish usulini Sa'dulla Abdullayev boshqarayotgan terapevtik reanimatsiya, Jahongir Mannopov boshqarayotgan xirurgik reanimatsiya va Rustam Akalayev boshqarayotgan buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar yotadigan reanimatsiya bo'limlarida sinab ko'rishadi. Yosh olimlar bu ishlanmalar uchun mualliflik huquqini ham olishadi. Ushbu metod yordamida ishemik va gemorragik insultlarga tashxis qo'yish 100%, diabetik, jigar va buyrak komalarida 90% edi. Zarfboy Ibodullayev mohir reanimatolog Sa'dulla Abdullayev rahbarlik qilayotgan terapevtik reanimatsiya bo'limida koma holatida yotgan bemorlarga nevropatolog sifatida konsultant bo'lib ishladi va malakasini oshirdi. Sa'dulla Abdullayev unga lumbal punksiya qilish sirlarini o'rgatdi. Har kuni kamida 2-3 nafar koma holatida yotgan bemorga lumbal punksiya qilardim. Chunki bu metod menga juda yoqardi, deb eslaydi Zarfboy Ibodullayev. Aynan mana shu reanimatsiyada insult sababli koma holatida yotgan bemorlarni ko'raverish orqasidan menda Insult va koma nomli kitobni yozish g'oyasi paydo bo'lgan, deydi olim. Zarfboy Ibodullayev 1991-yili asab kasalliklari kafedrasiga assistent lavozimiga ishga olinadi. 1994-yili professor Maqsud Asadullayev rahbarligida qandli diabetda insult oldi serebrovaskulyar kasalliklarning klinik neyrofiziologik xususiyatlari mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli yoqlaydi. 1995-yili u ushbu kafedraning dotsenti lavozimiga o'tkaziladi. 1997-yili rektor Hamid Karimov tashabbusi bilan tibbiyot psixologiyasi kursi tashkil qilinadi va unga professor Maqsud Asadullayev tavsiyasiga ko'ra dotsent Zarfboy Ibodullayev mudir etib tayinlanadi. Yosh olim hayotida yangi davr boshlanadi. U talabalik paytidan buyon bemorlar psixologiyasiga juda qiziqar edi. Zarfboy Ibodullayev 1997-yilgacha deyarli psixiatriya fani mavzulariga o'xshab qolgan tibbiyot psixologiyasi mavzularini qayta ko'rib chiqish zarurligini ilgari suradi. Bu taklif institut rahbariyati, xususan rektor Hamid Yoqubovich Karimov va ustozi professor Maqsud Mahmudovich Asadullayev tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Yosh olim O'zbekistonda tibbiyot psixologiyasi fanini o'qitishni Yevropa davlatlari o'quv dasturlariga moslashtirib tuzadi. Fan dasturini tuzishda asosiy urg'uni psixosomatik tibbiyotga beradi. Mustaqil ravishda gipnoz texnikasini o'rganadi. 1997-2000-yillari talabalarga va bemorlarga gipnoz bilan davolashni qo'llab yuradi. O'sha yillari Psixologiya bessознательного nomli kitob qo'limga tushib qoladi. Zigmund Freydning psixoanaliz ta'limoti meni o'ziga shu qadar rom qildiki, men hatto ushbu ta'limotni o'quv dasturiga kiritdim. Freyd va uning psixoanaliz ta'limoti nomli ma'ruzani talabalarga o'qiganimda, katta zalda hatto chivin uchsa eshitilardi, deb eslaydi olim. Ikkinchi Toshmeda Freyd nazariyasi o'qitilayotgani haqidagi xabar boshqa institutlarga ham tarqaldi. Men Nizomiy nomli pedagogika instituti ba'zi psixolog o'qituvchilari ushbu ma'ruzamga kelib qatnashganlarni eslayman. Afsuski, ta'lim soatlaridagi qisqartirishlar sababli ushbu ma'ruzani bir necha yildan buyon o'qimayman, deydi olim. 2005-yili Zarfboy Ibodullayev yarim sharlar aro funksional asimmetriya va serebral insultlarda neyropsixologik sindromlar, ularni korreksiya qilish yo'llari mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlaydi. Ushbu ilmiy ish O'zbekistonda neyropsixologiyaga oid dastlabki doktorlik dissertatsiyasi edi. Zarfboy Ibodullayev tomonidan 2002-yili ilgari surilgan ikkita yirik konsepsiya, ya'ni ambidextlarda insult modeli va miyaning psixologik himoya konsepsiyasi xorijlik olimlar, xususan Iosif Tankanogi, Shonle, Xomskayada katta qiziqish uyg'otadi. 1979-yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Iosif Tankanogi Ibodullayevni o'zi ishlayotgan ilmiy markazga taklif qiladi va ambidextriyani o'rganishga oid ilmiy ishlarni birgalikda o'tkazishni taklif qiladi.
Biroq ustozi Evgeniya Xomskaya bu taklifga rozi bo'lma va ishni Toshkentda davom ettir deb tavsiya beradi. 2005-yili 1 va 2 Toshkent davlat tibbiyot institutlari birlashtirilib, Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil qilinadi. Shu yili rektor akademik Shavkat Ibragimovich Karimov tavsiyasiga binoan Zarifboy Ibodullayev akademiyaning ilmiy bo'limi boshlig'i etib tayinlanadi. Olim O'zbekistonning yirik tibbiyot institutlarida tibbiyot psixologiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistratura va klinik ordinatura yo'nalishlarini ochishni taklif qiladi. Rektor Shavkat Karimov ushbu taklifni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va xorij davlatlari tajribasini atroflicha o'rganib chiqish va avval darslik tayyorlash, so'ngra O'zbekistonga mos davlat ta'lim standartini ishlab chiqishni tavsiya etadi. 2008-yili Zarifboy Ibodullayev tomonidan tibbiyot psixologiyasi darsligi chop qilinadi. Ushbu fan bo'yicha O'zbekistonda ilk bora nashrdan chiqqan darslik 2009-yili yilning eng yaxshi darsligi sovriniga sazovor bo'ladi. 2008-2010-yillari Zarifboy Ibodullayev tomonidan tibbiyot psixologiyasi fani bo'yicha magistratura yo'nalishi uchun davlat ta'lim standarti ishlab chiqiladi. Oliy ta'lim vazirligi mutaxassislari tomonidan qayta ekspertizadan o'tkazilgan davlat ta'lim standarti tasdiqdan o'tadi va uning asosida fan dasturi tayyorlanadi. 2011-2012-yillari Toshkent pediatriya tibbiyot instituti va Toshkent tibbiyot akademiyasida tibbiyot psixologiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistratura va klinik ordinatura yo'nalishlari ochiladi. Zarifboy Ibodullayev tibbiyot psixologiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistratura direktori etib tayinlanadi. Respublika uchun uzoq kutilgan tibbiy psixolog kadrlar tayyorlab boshlanadi. Professor Ibodullayev respublikaning bir qator tibbiyot institutlariga qatnab, tibbiy psixolog u kim nomli kichik risola chop qildiradi va shu nomli ma'ruzani professor o'qituvchilar va talabalarga o'qiy boshlaydi. Yoshlarni tibbiy psixologiyaga jalb qiladi. Professor Ibodullayev tomonidan 2008-yili tayyorlangan tibbiyot psixologiyasi darsligining 2-nashri 2012-yili, 3-nashri 2019-yili chop etiladi. O'z faoliyatini nevrologiya va keyinchalik neyropsixologiya sohasidan boshlagan olim asab kasalliklariga oid darsliklar va o'quv qo'llanmalarini ham chop qildiradi. 2013 va 2014-yillari asab kasalliklari darsligi kirill hamda lotin alifbolarida nashrdan chiqariladi. Bu darslik ham yilning eng yaxshi darsligi sovriniga sazovor bo'ladi. Professor Zarifboy Ibodullayev 180 dan ortiq ilmiy asarlar muallifi. Uning ilmiy rahbarligida nevrologiya, neyropsixologiya va tibbiyot psixologiyasi yo'nalishlari bo'yicha dissertatsiya ishlari tayyorlangan va tayyorlanmoqda. Zarifboy Ibodullayev tomonidan asab kasalliklari darsligi, umumiy nevrologiya darsligi, tibbiyot psixologiyasi darsligi, nevropatologlar uchun insult va koma, epilepsiya, nevrologiya nomli yirik qo'llanmalari chop qilingan. Keng omma uchun mo'ljallangan Asab va ruhiyat nomli asar 2013-yildan buyon 6 marotaba nashrdan chiqdi. 2022-yili Turkiyada Asab va ruhiyat kitobi turk tilida nashr yuzini ko'rdi. 2026-yilning 1-choragida Asab va ruhiyat kitobi Saudiya Arabistonida arab tili hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida ingliz tilida chop qilinishi rejalashtirilgan. 2024-yili Zarifboy Ibodullayev Fransiya Oliy psixomotor reabilitatsiya instituti faxriy professori unvoniga sazovor bo'ladi. Ushbu yuksak ehtirom o'zbek olimiga O'zbekiston Fransiya respublikalari orasida klinik psixologiya, nevropsixologiya va psixomotor reabilitatsiyani rivojlantirish borasida olib borgan sa'y-harakatlari uchun berildi. Professor Ibodullayev O'zbekistonda ilk bora klinik psixologiya darsligini chop qildirdi. U 2024-2025-yillar mobaynida 6 ta oliy ta'lim maskanida hamda 4 ta xalqaro va mamlakat miqyosidagi anjumanlarda O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimi uchun klinik psixolog kadrlarini tayyorlash masalasiga oid chiqishlar qilmoqda.
Ushbu qisqa ma'lumot o'zbek olimi Zarifboy Ibodullayevning yoshlarga o'rnak bo'larli ilmiy va tibbiy faoliyatiga oid chizgilar edi. Hurmatli talaba, bunday olimlardan o'rnak ol va ularga intil. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu ma'lumotlar olimning farzandlari va shogirdlari tomonidan tayyorlandi.